Qalbim pora. Muallif Nigina Nurulloyevna. Hikoyani tinglashdan oldin YouTube sahifamizga obuna bo'ling. Hikoyani davomini birinchilardan bo'lib tinglamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Ilyos Alining bu qadar o'zgarishini, uning ichidagi mag'rur sherning adolat oldida bosh ekkanini ko'rib taajjubda qoldi. U Alining samimiy ekanligini, uning qalbida chin tavba uyg'onganini his qildi. O'zbekistonga Ilyos biroz o'ylanib qoldi. So'ng Alining yelkasiga qo'lini qo'ydi. Bu uzoq va og'ir yo'l, Ali. Siroj seni qanday kutib olishini bilmayman. Lekin agar sen chin dildan o'sha gunohlarni yuvmoqchi bo'lsang, men senga hamroh bo'laman. Shunday qilib, ikki kechagi raqib, biri o'z sevgisini asramoqchi bo'lgan shifokor, ikkinchisi esa o'zligini izlayotgan mahkum yangi bir maqsad yo'lida birlashdilar. Ularning oldida nafaqat chegaralar, balki yillar davomida to'plangan nafrat devorlarini buzib o'tish vazifasi turardi. Ali bilan otasi o'rtasidagi bahsni eshitib qolgan Sabiyat xonim erining bu qilmishlarini eshitib, xuddi yuziga muzdek suv sepilgandek lol bo'lib qoldi. U yillar davomida Arslanning hech kimga bosh egmagan mag'rur qiyofasini, har qanday muammoni birgina qo'ng'iroq bilan hal qiladigan qudratini ko'rib o'rgangandi. Ammo hozir qarshisida o'tirgan odam o'sha viqorli prokuror emas, balki o'z gunohlari ostida qolgan, ruhan mag'lub bo'lgan bir chorasiz ota edi. Nimalar deyapsiz, Arslan? Sabiyat xonimning ovozi titrab, bo'g'ziga achchiq o'kinch qadaldi. O'g'lingizni o'sha olis yurtlarga bormoqchiligini ham shunday jim kuzatib turasizmi? Alamzada odamlarga ro'para qilmoqchimisiz? U yerda uni sog' qo'yishadi deb o'ylaysizmi? Ali bizning yagona suyanchimiz, amirdan so'ng qolgan yagona yodgorimiz-ku. Nega mening o'g'lim borishi kerak ekan? Gunohni siz qilgansiz-ku. Nega men va farzandlarim azob chekishimiz kerak? Men bunaqa hayotdan to'yib ketdim. Sizni manmanligingizdan, birovni hayotini o'yinchoq qilishingizdan. Qachongacha jim yuray, qachongacha? Birovlar haqqi bilan o'ynashibsiz, badali o'g'limning joni bo'ldi. Ammo siz xulosa chiqarmadingiz. Ikkinchi o'g'limni tirik murdaga aylantirdingiz. Uni Madinaga aylantirdingiz. U hali juda yosh, o'ynab kuladigan paytida bolam har kuni o'lib tiriladi. Men har kun o'limimni tilab yashayapman. Aliyimda nima gunoh? Arslan Magomedovich sekin boshini ko'tardi. Uning nigohida ilk bor tiyib bo'lmas bir alam va kech qolgan haqiqat porladi. Sabiyat, meni kechir. Sabiyat xonim devor tagiga holsiz cho'kdi. Ali xonasiga tayyorlanarkan, onasi Alining xonasiga yugurib kirdi. Ali allaqachon kichik bir sumkani hozirlab, eshik oldida turardi. Uning nigohida avvalgi telbavorlik emas, balki muqaddas bir vazifani bajarishga shaylangan insonning sukunati bor edi. Bolam, ketma. Meni yolg'iz qoldirma. Ali onasini asta quchoqlab, peshonasidan o'pdi. Onajon, meni duo qiling. Men hammasini to'g'rilashga ketyapman. Ali uydan chiqarkan, darvoza oldida uni Ilyos kutib turardi. Ikki yo'lchi tungi Maxachqal'a ko'chalari bo'ylab aeroport tomon yo'l olishdi. Ularning oldida nafaqat O'zbekistonning issiq tuproqlari, balki ikkita yarador qalbning tiklanish imtihoni turardi. Ali mashina o'rindig'iga suyanarkan, nihoyat ko'zlarini yumdi. Bu uning hayotidagi eng og'ir ammo eng to'g'ri qarori edi. Mashina hovlidan uzoqlashgani sayin u yelkasidagi bosib kelgan o'sha zanjirlar uzilayotganini his qilardi. Ilyos rulni mahkam qisgancha yonida o'tirgan bu yarador qalbga qarab qo'ydi. U Alining yuzidagi sovuq qat'iyat ortida qandaydir yangi bir umid uchqunini ko'rdi. Bu yo'l seni o'zgartiradi, Ali. O'zbekistonning tuprog'i issiq, odamlari mehrli. Siroj seni nafrat bilan kutib olishi mumkin, lekin sening tavbang mana shu nafratni
eritishga qodir. Ali indamadi. Uning xayolida Xadichaning mungli nigohi va Madinaning deraza ortida qolgan chorasiz sharpasi gavdalanardi. U Madinani baxtsiz qilganini bilardi, lekin yolg'on ustiga qurilgan baxt baribir bir kun kelib vayron bo'lishini anglab yetgandi. Mashina Maxachqal aeroportiga yaqinlasharkan, Alining ichida bir narsa uyg'ondi. Bu endi prokurorning o'g'li emas, balki o'z vijdoni oldida javob berishga tayyor bo'lgan haqiqiy erkakning irodasi edi. Men tayyorman, Ilyos. Qanday jazo bo'lsa ham tayyorman. Faqat Sirojning ko'zlariga qarab, oilamning gunohini yuvishni istayman. Oradan bir necha soat o'tib, samolyot bulutlar orasiga sho'ng'idi. Pastda qolgan Maxachqala, Madinaning ko'z yoshlari va Arslan Magomedovichning pushaymonligi Ali uchun endi olis o'tmishga aylanib borardi. O'zbekistonning musaffo havosi, gullarning mayin ifori va ariqdagi suv shildirashi Ilyosning yuragini ezib yubordi. Darvozdan kira solib Ilyos do'stini chaqirarkan, hovlidan yuzlari quvonchdan keng yoyilgan Siroj ko'rindi. Kimlarni ko'ryapmiz? Seni ko'radigan kunam bor ekan-ku, do'stim. Bu deyman, karyera qilaman deb bizni unutib yording deb o'ylagandim. Siroj kulgancha shunday dedi. Sizlarni unutib bo'ladimi? 1000 yillik qadrdon bo'lsak, u Sirojning issiq bag'rini, uning sodda va samimiy quchog'ini his qilarkan, ortida turgan og'ir yuk Ali haqida o'ylab vujudi titrab ketdi. Sirojning chehrasidagi quvonch Ilyos uchun eng katta azobga aylandi. Chunki u bu quvonch hozir zaharli bir haqiqat bilan almashishini bilardi. Sog'indim, Siroj. Juda sog'indim, og'ayni. U do'stining yelkasiga qoqib, sekin bag'ridan bo'shadi. Musofirchilik. U odamni o'zgartirar ekan. Lekin men yolg'iz kelmadim. Siroj hayron bo'lib Ilyosning ortiga, darvoza soyasida turgan qora sharpaga qaradi. U yerda baland bo'yli, egnidagi qimmatbaho kostyumi chang bo'lgan, ammo nigohida 1000 yillik iztirob yashirin bir yigit turardi. Ali ostonadan xatlab o'tishga botinmay, xuddi muqaddas qadamjo oldida turgandek boshini egib qotib qolgandi. Sirojning ko'zlari qisildi. U Alining yuzidagi o'sha Magomedovlarga xos viqorni, Arslanning sovuq qiyofasini tanib qolgandek bo'ldi. Bir soniyada qishloqning osoyishta havosi muzlab, Sirojning yuragiga nafrat va alamning achchiq xotirasi urildi. "Bu kim?" so'radi Siroj, ovozi birdan sovuqlashib. U Ilyosga qaradi, ammo nigohi Alidan uzilmasdi. Ali bir qadam oldinga yurdi. Uning tizzalari qaltirar, lablari pichirlardi. U Sirojning nafratiga, balki yuziga tushadigan mushtiga ham tayyor edi. "Siroj." Alining ovozi shu qadar siniq chiqdiki, Siroj beixtiyor seskanib ketdi. Men kechirim so'ragani keldim. Otamning gunohlari uchun, onangning so'nggi diydoridan mahrum bo'lganing uchun. Meni nima qilsang qil, lekin eshit. Sirojning mushtlari tugildi. Sirojning darvozasi yonidagi tartibsizlikni ko'rgan Faridun hovliga vahima bilan yugurgancha kirib kelganida manzara dahshatli edi. Siroj xuddi jinni bo'lgandek Alining yoqasidan bo'g'ib, uni darvoza taxtasiga mahkam qisgan. Ali esa qarshilik ko'rsatish o'rniga ko'zlarini yumib, o'lim hukmini kutayotgan gunohkordek tutardi. "To'xta, Siroj, nima qilyapsan?" Faridun yugurib kelib Sirojning baquvvat qo'llaridan tutdi. "Qo'yib yubor uni, o'zingni bos, og'ayni." Siroj nafratdan qaltirab, Alini itarib yubordi. Ali devor tagiga sirg'alib tushdi, ammo nigohini yerdan ko'tarmadi. Uning qimmatbaho kostyumi changga botgan, yuzida esa mag'rur prokuror o'g'lidan asar ham qolmagandi. "Bu maraz kimligini bilasanmi, Faridun?" Sirojning ovozi butun mahallani tutib ketdi. "Bu o'sha Arslanning bolasi. Onamning davolatishimga yo'l bermagan, bizni itdek haydagan o'sha zolimning qoni bu. Endi kelib mening ostonamda kechirim so'rarmish. Senga kechirim kerakmi? Tur o'rningdan.
Onamning qabriga bor. O'sha yerda tiz cho'k. Ali sekin o'rnidan turdi. Uning lablari titrar, ammo ovozda qat'iyat bor edi. Men boraman. Qayerga desang boraman. Meni so'k, ur. Kerak bo'lsa, mana shu yerda jonimni ol. Lekin bir narsani bil. Men bu yerga otamning buyrug'i bilan emas, o'z vijdonimning azobi bilan keldim. Otam qilgan ishlarni endi hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Men mana shu qarg'ish zanjirini uzish uchun keldim. Ilyos o'rtaga tushdi. U Sirojning yelkasidan tutib, uni biroz nariga boshladi. Siroj, meni eshit. U rostdan ham o'zgargan. U Maxachqal'ada hamma narsadan kechib keldi. Otasiga qarshi chiqdi. Agar uning niyati yomon bo'lganda, men uni bu yerga boshlab kelmasdim. Sirojning ko'krak qafasi tez-tez ko'tarilib tushardi. U Aliga qarab, uning ko'zlarida rostdan ham o'lim sovuqligi emas, balki tiriklayin yonayotgan insonning azobini ko'rdi. Faridun esa ikki o'rtada hayron. Bir tomonda qadrdon do'stining alami, ikkinchi tomonda esa tavba qilib kelgan begona yigit. Yaxshi, dedi Siroj tishlarini mahkam qisib. Men bu yerga sening nafratingni yeyish uchun emas, balki haqiqatni eshitish uchun keldim. Siroj boshini ko'tarib Aliga nafrat bilan boqdi. Nima deysan? Qanaqa haqiqat? Deb o'zbek tilida, lekin Ali uni tushungandek javob qaytardi. Mening akam ham o'ldi. Alining ko'zlaridan yosh suzib chiqdi. Ovozi endi bo'g'iq va titroq edi. Mening akam Amir, u ham xuddi sening onang kabi begunoh edi. Alining bu kutilmagan iqrori qishloqning sokin oqshomida xuddi yashin urgandek aks sado berdi. Sirojning mushti havoda muallaq qoldi. Faridun va Ilyos esa nafaslarini ichiga yutib, Alining titrayotgan gavdasiga tikilishdi. Uning ko'zlaridagi yosh soxta emasdi. Bu yillar davomida ichiga yutilgan oilaviy fojianing achchiq suvi edi. Nima deding? Sirojning ovozi pasaydi. Ammo nafrat hali ham so'nmagandi. Sening akang o'lgan bo'lsa, bunga bizning nima aloqamiz bor? Otangning gunohlari sening akangga ham urdimi? Da. Ha. Ali bir qadam oldinga yurdi. Endi u kaltak yeyishdan emas, balki eshitilmay qolishdan qo'rqardi. Otam Arslan Magomedovich hamma narsani pul va kuch bilan hal qilish mumkin deb o'ylardi. U sening oilangni xor qildi. Lekin taqdir sovuqqon ekan. Otam kimningdir onasini sovuqqonlik bilan o'limga mahkum qilgan bo'lsa, uning eng suyukli o'g'li mening jigarim. Amir kutilmaganda xuddi sening onang kabi yordamsiz va chorasiz vafot etdi. Ali tiz cho'kdi. Uning qo'llari O'zbekistonning changli tuprog'iga botdi. Bu tuproq hozir unga otasining Maxachqal'dagi marmar saroyidan 1000 marta qadrliroq tuyulardi. Men akamning qabri tepasida turib, nega bunday bo'ldi deb 1000 bor Allohdan so'radim. Ilyos menga bu haqiqatni aytmaguncha bu qarg'ish ekanini bilmagandim. Siroj, meni nima qilsang qil, lekin bilgan. Men bu yerga otamning pullarini olib emas, balki akamning ruhi tinchishi uchun sening oilang oldiga qarzimizni uzish uchun keldim. Siroj Alining egilgan boshiga, uning tuproqqa qorishib ketgan qimmatbaho kiyimlariga qarab, ichida g'alati bir bo'shliqni his qildi. U yillar davomida Arslandan qasos olishni orzu qilgandi. Lekin qarshisida turgan bu yarador yigit zolimning o'g'li emas, balki navbatdagi qurboni edi. Faridun Ilyosga ma'noli qaradi. Ilyos esa boshini sarak-sarak qilib Sirojning yoniga bordi. Ko'rdingmi Siroj? Bu qarg'ish zanjiri ikki tomonni ham kuydirib kul qildi. Ali hozir sening oldingda nafaqat kechirim so'rayapti,
balki u mana shu zanjirni uzish uchun jonini garovga qo'yib kelgan. Siroj Alining yoqasidan tutgan qo'llarini sekin bo'shatdi. Uning nigohidagi alanga so'nib, o'rnini og'ir va sovuq bir sukunat egalladi. Bu so'zlar darvozaxonadagi og'ir sukunatni xuddi shisha kabi chil-chil qildi. Siroj stol ustida turgan qutiga va Alining titrayotgan qo'llariga qarab, tomog'iga achchiq bir alam qadalganini his qildi. Bu pullar 2 yil avval onasining hayotini qutqarib qolishi mumkin bo'lgan, ammo zolimning kibri tufayli yetib kelmagan o'sha najot edi. Endi esa ular kech qolgan tasalli kabi ro'parasida turardi. Bu otamning pullari emas, dedi Ali ovozini pasaytirib, har bir so'zini yuragidan sug'urib olayotgandek. Bu mening shaxsiy jamg'armam va akam Amirning meros qolgan ulushi. Otamning harom aralashgan boyligiga qo'l tekkizmadim. Bu yerda onangizning operatsiyasi uchun kerak bo'lgan mablag' va oilangizning toptalgan haqqi bor. Bilaman Siroj aka. Pul onangizni qaytarib bermaydi. Lekin bu mening vijdonim oldidagi qarzim. Siroj qutiga qo'l tekkizmadi. Uning nigohida Ali kutgan g'azab emas, balki cheksiz bir mahzunlik bor edi. U Ilyosga, so'ng Faridunga qaradi. Pul? Siroj zaharli jilmaydi. 2 yil avval bu qog'oz parchalari dunyodagi eng qimmatli narsa edi. Bugun esa ular shunchaki rangli qog'oz. Lekin sening mana shu yerga kelishing, akangning o'limi haqidagi gaping mana shunisi og'irroq ekan. Shu payt Faridun oraga tushdi. U vaziyatni yumshatish uchun dasturxonga issiq choy qo'yarkan, Aliga yuzlandi. Ali, sen katta tavakkal qilibsan. Mahaj qal'ada seni qidirishmayaptimi? Otang sening bu yerga kelganingni bilsa, tinch qo'ymaydi-ku. Ali boshini ko'tarib Faridunga qaradi. Otam endi men uchun qonun emas. Men bu oilamning qarg'ishini yuvish uchun keldim. Qolaversa otam qattiq pushaymonda. Ammo mustahkam g'ururi men bilan bu yerga kelishga qo'ymadi. Ayni damda yagona bilganim Xadijani sevishim va unga loyiq bo'lishim kerak. Xadija ismini eshitishi bilan Ilyosning nigohi o'zgardi. U Alining bu qizni naqadar telbalarcha sevishini va undan voz kechish Ali uchun o'lim bilan barobar ekanini bilardi. Siroj, Alining tavbasi chin. U otasining qilmishlari uchun o'zini qurbon qilyapti. Siroj uzoq vaqt sukut saqladi. So'ng sekin qo'lini uzatib, qutini o'ziga tortdi, lekin uni ochmadi. Bu pullarni qishlog'imizdagi masjid va yetimlar uyiga topshiraman, dedi Siroj qat'iyat bilan. Onamning nomidan ehson bo'lsin. Seni kechiramanmi yoki yo'q buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bu kecha mening uyimda mehmonsan. Alining yelkasidan go'yo tog' ag'darilgandek bo'ldi. U ilk bor yengil nafas oldi. U akasi haqida so'zlarkan, kim bilandir dardlashish unga taskin berardi go'yo. Alining bu iqrori mehmonxonadagi havoni yanada og'irlashtirdi. Siroj, Ilyos va Faridun xuddi toshdek qotib, Alining yurak qoni bilan sug'orilgan so'zlarini tinglashardi. Prokurorning o'g'li emas, balki taqdirning beshafqat tegirmonida yanchilgan bir yigitning faryodi edi bu. Ali akam. U uyimizning chirog'i, otamning eng katta suyanchi edi. Uning to'satdan vafoti bizni, butun oilamizni tiriklayin go'rga tiqdi. Otam avlodlar sha'ni, oila nomusi deb meni akamning qaylig'iga, Madinaga uylanishga majburladi. Men o'z akamning yasholmagan taqdiriga, uning to'shagiga sherik bo'lishga mahkum etildim. Bu nikoh emas, bu umrbodlik zanjir edi. Ali boshni quyi soldi, barmoqlari bilan dasturxon chetini mahkam qisib oldi. Lekin
Yuragim Xadichada qolgan. Unga bergan va'dam, u bilan qurgan orzularim meni ichimdan kemirib bitiryapti. Men bir uyda Madina bilan ikki begonadek, ikki murdadek yashayapman. Ko'chada esa Xadichaning ortidan soyadek ergashib, uning nafratiga duch kelyapman.